Man Farg'ona shahridan keldim. Bu klinikani men Instagram orqali Sher Muhammadjonni topib, Sher Muhammadjon bilan gaplashib, muloqotda bo'lib, shu yonlarga keldim. Andijonga bordim, Qo'qonga bordim, Namanganga bordim. Lekin men bu darajadaqa o'z holatiga, o'z doktorligiga vafodor bunaqa doktor ko'rmadim. Kollektivi o'ta zo'r kollektiv ekan. Men bularga ta'zim qilaman. Bu gemoroy bilan men 2 yil yurdim. Qilmagan svecham qolmadi, dorilar qolmadi. Lekin oxirgini men 2 oydan beri juda qattiq qiynaldim. Mana operatsiyalarga kirib chiqdim. Operatsiya bo'lib chiqqanimga 1 soat bo'ldi. Hech bolani sezmadim. Qo'llari vobshe yengil ekan. Medsestralari, kardiolog doktorlari hammasi vobshe zo'r insonlar ekan. O'z kasbiga vafodor ekan. Men bularga doim duo qilaman. Tanijonlari sog' bo'lsin deyman. Ota-onasini rohatini ko'rsin deyman. Bolalari etigida katta bo'lsin deyman. Hozir mana o'tiribman. Holinglar ishoninglar, holinglar ishonmanglar. Og'riq yo'q, hech bola yo'q. Bunaqa ko'zlarim ochildi. Yurishga ham, o'tirishga ham. Mana o'tiribman, ko'ryapsizlar. Kimda gemoroy bo'lsa, svech bo'lsa, treshina bo'lsa, svechalardan qo'ymanglar. Xitoy shpritslaringizdan qo'ymanglar. To'g'ri shaqa kelinglar. Sher Muhammadjonni sostavi zolotoy ekan. Men bulardan minnatdorman.